Bozor munosabatlari sharoitida oziq-ovqat mahsulotlari to'kinligini ta'minlash va bandlik muammolarini bartaraf etish fermerlarning ekin yerlarga bo'lgan munosabatiga ko'p jihatdan bog'liq. Muxbirimiz mavzuga Kogon tumanidagi Tutkunda mahallasi hududida ish olib borayotgan yer egasi ish tajribalari misolida mavzuga yondashadi. Hozirgi kecha-kunduzda oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirib, xalq farovonligini oshirishdagi muhim mezonlardan biri har qarich yer bilan hisob-kitob qilishdan iborat. Shu nuqtai nazardan mavzuga yondashadigan bo'lsak, Kogon tumanidagi Tutkunda mahallasiga qarashli Kaptarxona qishlog'ida yashovchi yer egasi Rahim aka Choriyev bog'dorchilik va sabzavotchilik ilmini puxta egallagan. Uning bog'ida mevaning deyarli barcha turlaridan mavjud. Bundan tashqari qahramonimiz bog' qator oralardan har yili 30-35 million so'mgacha daromad qilishga erishmoqda. Ayniqsa bugungi kunda bu yerda mehr ardog'ida parvarish qilinayotgan kartoshka ekinidan yuqori hosil kutilmoqda. Shuningdek, qulupnay, sarimsoq, piyoz va C-vitamin ko'katlar ham bog' qator orasida yashnab turibdi. Albatta, bog'dorchilik tizimida ish olib borayotgan fermerlar bundan andoza olib ishlasa foydadan xoli bo'lmaydi. Respublika Fermerlar Kengashi vakillari mazkur hududda bo'lib, Buxoroda tizimdagi o'rganishlarni davom ettirdilar. Ayniqsa ushbu yer egasining ilm salohiyati, tajribasi va erishayotgan ulkan yutuqlari haqida atroflicha so'z yuritildi. Bog' va uning qator orasidan olinayotgan daromad tahlil qilindi. Shuningdek, o'rganishlar jarayonida Respublika fermerlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi Buxoro hududiy vakilligi tomonidan yer egalariga ko'rsatilayotgan qulaylik va imtiyozlar haqida ma'lumotlar berildi. Shu kuni fermerlar va sohaga daxldor bo'lgan korxona vakillari yer egasi Rahim Choriyevning ezgu va xayrli ishlari, qolaversa tajriba va usullari bilan yaqindan tanishib, o'zlari uchun yetarli xulosalarga ega bo'ldilar. Respublika Fermerlar Kengashi vakillarining Buxorodagi o'rganishlari davom etmoqda.